Айчан, поздравляю тебя с праздником, с 8 марта. Я тебе желаю самого наилучшего в жизни. Пусть ты никогда не болела, пусть у тебя было все хорошо, пусть ты заработала сколько ты хотела и сколько ты хочешь, столько ты будешь летать. Я тебе желаю самого наилучшего. Я хочу тебя видеть каждый день с улыбкой, каждую минуту, каждую секунду. Чтобы у тебя была на лице всегда улыбка. Это so'rabog'im mana uchun qanchalik bu har bir yashayotgan kunim qadrliligini va hozir o'g'limni mana shu yoshda ko'rganimni men uchun bu bilmayman, so'z bilan ham gapirib bera olmayman. Bu qanchalik men uchun baxt. Allohga shukr. Shukurliga yetkazganiga shukr. Asalim jonim, 8 mart ayollar bayramida chin yuragimdan tabriklayman Asalim. Senga eng avvalo sog'lik, bayna sog'lik tilayman. Har qaysi o'tgan kuning ham kulgi bilan o'tsin. Har bir minuting, har bir sekunding, har bir kuning yuzingda, chehrangda kulgi bilan o'tsin. Baxtimizga sog' salomat bo'lgin. Мы тебя любим. Seni juda sevamiz jonim. Sog' bo'linglar. Har bir ayol o'z oilasida baxtli bo'lib, sog'lom bo'lib, chiroyli hayot kechirsin va chiroyli baxt ko'rsin. Jon Ahmad, Amirchik jonim bolam, kattakon rahmat tabrik uchun.